odam kelajakdagi ikkinchi keladigan Masihni ifodalaydi. Xo'sh, odam atoning rafiqasi Momo Havo kimni ifodalaydi? Tabiiyki, Momo Havo ikkinchi keladigan Masihning rafiqasini ifodalaydi. Xo'sh, Momo Havo qanday rol o'ynashi kerak? Xotin jamiki insonlarning onasi bo'lgani uchun odam ato unga Momo Havo deb ism berdi. Faqat Xudo hayot bera oladi va Momo Havo ismining ma'nosi tirikdir, ya'ni hayot. Chunki insoniyat oxirgi kunlarda paydo bo'ladigan Momo Havo orqali abadiy hayotga ega bo'ladi. Masih Ansanxon bizga muqaddas ruh davrida Masihning rafiqasi sifatida zohir bo'lgan oxirgi Momo Havo ona Xudo ekanligini o'rgatdi. 6-kuni Xudo chorva mollarni va yovvoyi hayvonlarni yaratdi va odam ato bilan Momo Havoni oxirida yaratdi. Muqaddas kitobda odam ato kelajakdagi zot uchun namuna bo'lganligi aytilgan. Shuningdek, birinchi odam yer tuprog'idan, oxirgi odam esa osmondan kelgani aytilgan. Vahiy 22-bob 17-oyatda oxirgi odam va Momo Havo ruh va kelin deb ataladi. Masih Ansanxon bizga shabbatdan oldin yaratilgan va barcha hayvonlar ustidan hukmronlik qilish vakolatiga ega bo'lgan odam va Momo Havo ruh va kelin haqidagi bashorat ekanini o'rgatdi. Ruh ham, kelin ham, kel, deb chorlayapti. Ushbu bashorat so'zlarini tinglayotgan kishi ham, kel, deb aytsin. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa, hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin. Yuqoridagi bashorat shuni ko'rsatadiki, 1900 yil avval kelgan ikkinchi odam bo'lgan Iso oxirgi kunlarda yana tanada keladi va barcha hayvonlarni boshqaradi. Masih Ansanxon bizga najot topadigan avliyolar hayvonlarni, najotkor bo'lgan ruh va kelin esa odam va Momo Havo ekanini o'rgatdi. Boshqacha qilib aytganda, oxirgi Momo Havo najotkorimiz bo'lgan ona Xudo. Xudo tirik mavjudotlarni, chorva mollarini, yovvoyi hayvonlarni va odam bilan Momo Havoni oxirida yaratdi. Odam kelajakdagi zotning namunasidir. Oxirgi odam va Momo Hav ruh va kelinni ifodalaydi. Oxirgi kunda ruh va kelin paydo bo'ladi va barcha hayvonlarni boshqaradi. Iltimos, muqaddas ruhning oxirgi davrida paydo bo'lgan odam va Momo Havodan ruh va kelin hayot suvini oling va abadiy hayot ne'matidan bahramand bo'ling.